Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Sizni ayolingiz 40 kun oldin ikkita onkogematologik kasallik bilan hujjatlarini olib keldingiz, to'g'rimi meni oldimga? Xo'p. Olib keldingiz, bittasi onkogematologik kasallik, trombositlar tashavargan, qizil o'ngach otishga tayyor. Ikkinchisi onkovirusologik kasallik, jigar sirrozi, to'g'rimi? Bir necha yillardan beri davolatasiz. Natija bo'ldimi? Natija bo'lmadi-da, shu oxiri sizni eshitib mana shu yerga keldik shaxsiyatdan. Bu ikkinchi oy, ikkinchi kursicha yana olyapmiz dorilarni. Xudoga shukr, ayolim yaxshi bo'ldi. Hozir уже 80% yaxshi bo'lib ketdi. Avvalgidan holat yaxshi, holsizlik edi, ko'ngil aynish hammasi zo'r. Shaxsiyatga rahmat. Lekin biz davo topdik, to'g'risi. Bugun 27 mart 2026 yil. Sizni ayolingiz ikkita onkologiya kasallikdan 70-80% 40 kun ichida yaxshi bo'ldilar. 40 kun ichida to'g'risini ayting, Alloh buyuk. Him dorilarni qo'shib ichirdingizmi, yo'qmi? Yo'q, him dori ichirganim yo'q. Shu giyohlar bilan nima qilib, men sizga 50 ga 50 deb beruvdim, ha, boshqa shunday jarga tushganini olib kelding, lekin ana 50 ga 50 deb berdingiz, xudoga shukr, ana ikkinchi marta yana kelib. Agar meni mahsulotlarim yordam bermasa, men lecheniyani to'xtataman, muolajani deb aytganman, ogohlantirganman. Buxoro shahridan kelganman. Rahmat. Izlab keldim, opam bilan ikkinchi marta уже opa bo'lib qoldik. Rahmat. Sizga rahmat, ayolingizga yaxshi qaradingiz. Avvalo Alloh umrlaridan bor ekanda, mana 70-80% trombositlar zo'r ko'tarilgan, sirroz yo'q bo'pti. Men sizlarni hech qaysi klinikaga jo'natganim yo'q. Yo'q. Buxoroda o'zingizlar xohlagan klinikalarga topshirdinglar, to'g'rimi? Men sizga ikkinchi kurs beryapman hozir, mana tayyorlab qo'ydim. Ikkinchi kurs beryapman. Xudo xolisa yana chiroyli diyetalarni qilib bersalar, bo'ldi, boshqa kelmaysizlar meni oldimga. Lekin shuni tugashiga bitta analizlaringizni jo'natib berasiz. Bo'ldi. Endi shuni internetga qo'ysam maylimi? Mayli, qo'yavering. Mayli. Xalq ham davolasin, kasallar ko'p, to'g'risi. Zarozi. Rahmat sizga ham. Ayolingizga yaxshi motivatsiya berib, dorilarni vaqtida olib borib berganingiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Topganingizga Allohim baraka bersin. Mana xudo xolisa, mana bugun 26 mart 2026 yil. Men juda ham xursandman. Tabriklayman. Xursandman. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling.